Boygacha. Mana yaqinroqga. Mana Cobalt men Zavodskoy tomoni bundayroq qilib. Mana shtekер, monitor shtekер ulaganmiz mana. Mana shu Zavodskoy tomoni qorasi mana. Bu monitorda ham bunda ham massa mana. Bu qizil mana sariqqa pastdan to'kib ulaganmiz. Qizil pastdan to'kib ketib turgan bo'ladi. Endi mana mana orqa o'yin tomon kalonchanisimi mana rangi yashil qora yo'li bor, oq qismi ekan o'yin tomon orqa. Bunisi oldi, o'yin tomon oldi sariq, qora yo'li va sariq o'zi. Buni chap tomon oldi. Bunisi Cobalt Zavodskoyda mana ko'k siyorang ko'k yo'li bor. Mana yashil qora yo'l va yashil mana orqa chap tomon zatnisimi, kalonchanisimi bo'ldi. Shu bilan tugadi mana kanshinasimi, bu kompyuterisimi buni ulamay qo'yamiz. Monitorga ulamay qo'yamiz. Ulasizlar ham, ulamaymiz buni. Ichini o'rab qo'yamiz. Endi biz ulanadigan simimiz bu yerda yarim zamoy simimiz qoldi. Uni ana perikutib birdan kelib ulab qo'yamiz bo'ldi. Zatni kameralarga rollarga ulanmaydi. Zatni kameraga ulasizlar. Mana monoga qo'shib mana unga o'sha orqa kameradan sim keladi, bitta sanaqa o'yinga tushadigan cherez simi keladi. Shunda bitta qo'shimcha yonidan bunday plus sim chiqqan bo'ladi. Ashuni mana pushtini va bastigidan simda shunga ulab qo'yasizlar. Unda chiqib turgan qizil sim keladi. Naryad cherez va kameradan kelib turmay suqiladi yonida. Ashuni yonida qizil sim keladi. Ingichka shimon baxt shunga ulab qo'yasizlar. Mana pushtini monitor shtekirda bas zatni simi mana shunga ulab qo'yasizlar. Keyin cherezni o'ngga suqib mana shtekir mana shunga suqilib bo'ldi. Zatni kamera ko'rsataveradi, orqaga ursanglar keyin bo'ldi. Zatni orqada ham ash kamerani simini zatni plus yo'lab qo'yasizlar orqa kamerani o'zidan. Shu bilan ishlataveradi. Monitorni zatni shunday ishlaydi.